nechta? 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Xullas, kimga muhim bo'lsa, kimga haqiqatan ham qiziq bo'lsa va kim haqiqatan kuchli xohlagan bo'lsa va qattiq mehnat qilishga tayyor bo'lgan bo'lsa, ya'ni ikkita komponentimiz o'zida mujassamlantirilganlar hozir chatimizda o'tiribdi. Sizlarga kattakon rahmat hammalaringizga. Darsni shunaqa bir zo'r energiya bilan o'tishimga sizlar sababchisizlar. Men maksimal harakat qilyapman o'zimda bor bo'lgan hamma narsani berishga. Xo'p, endi hozirgi shu paytgacha bo'lgan hamma narsani bitta hazm qilib oldik deb o'ylayman. Mana 5 minutlik tanaffuslarda. Hozir примерно sizlarga yana qanchalik narsa qoldi? Uzoqi bir 20 minut yoki yarim soatlik narsa qoldi. O'shani tushuntiraman, keyin bemalol qilaverasizlar. Kelishdikmi? Voy, ovoz chotkimi deb so'rab gapirib yotibman. Ajoyib, ha, bo'ldi. Kelishdikmi deb yozaydi. Deal. Примерно bir 20 minut yoki yarim soat yana bitta yana to'g'ri 1 2 3 3tami 4ta narsani sizlarga tushuntirib beraman. Qisqartirib tushuntirib beraman. Bilaman, sizlar ham charchagansizlar, kimlardir imtihonlari bordir. Ko'kir bilan dars qilgan. Sizlar tushunaman, maksimal harakat qilaman, sizlarni zeriktirmasdan va shuni kallalaring ochib, tiq etib qo'yib qo'yishga. Xo'p. Deal. Yes, deal. Great. Thank you guys. Thank you. Okay. Sizlar bilan birinchi kirishdi. Bo'pti, buni oxirida summarize qilaman. Hozir birdaniga straight jump into the topic qilay. Ota-ona bilan to'g'ri kommunikatsiya qilishni o'rgatdim. Nima uchun ota-ona bilan to'g'ri kommunikatsiya qilish kerak? Buni ham o'rgatay. Ya'ni why da o'rgatib ketay. Chunki universitetlarga hujjat topshirish jarayoni, mana sizlarga rostini aytay, ma'lum bir darajada xarajat talab qiladi. Agar siz maktabda o'qiyotgan bo'lsangiz, katta ehtimol bilan o'zingiz xarajatingiz o'zingiz qoplanmaysiz. O'sha uchun ota-ona asosiy sponsoringiz bo'ladi. O'sha sponsoringiz bilan agar siz to'g'ri muomalani to'liq qilolmasa, pul kelishi problema bo'ladi. Keyin universitetlarda, misol uchun, qaranglar, universitet sizlarga 100% grant bergan bilan ham ayrim xarajatlar bor, o'zingiz qoplashingiz kerak. Masalan, vizaga kirib chiqishingiz. Viza olish olmaslik universitetga bog'liq emas-da. O'shuning uchun viza xarajatingiz o'zingiz qoplashingiz kerak bo'lishi mumkin. Yo'l kira xarajatlaringiz qoplashingiz kerak bo'lishi mumkin. Agar test topshirsangiz, test xarajatlarini ba'zi universitetlarga pul to'lash mumkin. Xullas, mana shunaqa xarajatlarni qoplash kerak. Agar u xarajatlarni kimdir qoplash kerak, o'zingiz qoplanmasangiz, tabiiyki bu ota-onangiz bo'ladi. O'sha uchun maksimal harakat qilish kerak, ota-ona bilan to'g'ri kommunikatsiyani ushlashdi. Va ota-onani roziligi bilan qilish kerak bu ishlarni. Ishingiz ancha osonlashadi, ota-onaning roziligi bilan qilinsa. Va endi to'g'ri kommunikatsiya qilishda ota-ona bilan bog'liq muammolarni qanaqa qilib yetish bo'yicha dars o'tib qo'yganman. Alohida o'shani to'liq tushuntirib berganman. Bitta qaytib ko'rib olsanglar bo'ladi. Hozir qaytadan tushuntirib berishimga menimcha hojat bo'lmasa kerak. Oliy masalalar boya so'raldi, ustoz, biz agar chetga ketsak, o'zi yashashimizni qoplay olamizmi, yashab keta olamizmi yo'qda deyildi. Chet elda agar ketadigan bo'lsangiz, men o'zim 3-4 ta mamlakatga sayohatga chiqib ko'rganman, chetga. Culture shock degan narsa haqida eshitganmisizlar? Culture shock. Culture shock haqida kimlar eshitgan, nimani eshitgansizlar? Qani aytinglarchi? Culture shock o'zi haqida o'zi nimani bilasizlar? Inglizcha o'qiganlar bilsa kerak o'zi culture shock nimaligini. Yo'q, bilmaysizmi Bunyod aka? Okay, tushuntirib beraman agar bilmasangiz. Yana kim? Yo'q, madaniyatga kirishish boshqalarnikiga. Homesickga o'xshashmi? Qisman. Demak to'xtalish kerak ekan culture shockga. Qaranglar. Chet elga chiqsanglar, madaniyati, endi men to'g'risi asosan bir musulmon mamlakatlarga borganman, ya'ni aholisining asosiy qismi musulmon bo'lgan mamlakatlarga borganman. Ya'ni Dubay, Abu Dhabi, Qirg'iziston, Qozog'iston, Saudiya, masalan. Endi aytmoqchi bo'lganim, menda unaqa darajada culture shock bo'lmagan, lekin menda ham shok bo'lgan. Culture shock nima degani? Siz bitta o'zingizga mutlaqo bu begona bo'lgan bir joyga tushib qolib,
o'zingizni yaqinlaringiz ham bo'lmaydi. Umuman xullas sizni tanishlaringiz, yaqinlaringiz hech kimingiz bo'lmaydi. O'sha vaqtda, o'sha jarayonda misol uchun siz shokka tushib qolasiz. Qayerga tushib qoldim? Nima bo'lyapti atrofimda? Nimaga men bu yerdaman degan savollar kelishni boshlaydi miyangizga. Miyangiz bir to'xtab oladi analiz qilishdan. O'zi nima bo'lyapti? Hozir kimman men? Nima qilyapman men degan savolni berish mumkin-da miyangiz. Masalan, men Saudiyada paytim xuddi shunaqa bo'lgan, culture shock bo'lgan va Dubayda bo'lgan paytim xuddi shunaqa. To'g'ri, aholisining asosiy qismi musulmon edi, lekin o'z madaniyatga men moslasha olmaganman. Vau, miyam ko'p portlab ketadigan. Bunaqa bo'lishi mumkin emas. Bunaqa mamlakatlarda men boshqacha tasavvur qilgandim. Endi sizlar misol uchun musulmon bo'lmagan g'arb mamlakatlariga ketishga harakat qilyapsizlar, deylik Yevropaga, Amerikaga, o'shanga o'zlaringning mentalitetlaringni tayyorlashlaring kerak. Tushunarlimi? Masalan, to'g'risi ozgina bo'lsa ham bir tolerant bo'lishlari kerak. Culture shock degani, culture shock madaniyatlar to'qnashuv. O'zingizning madaniyatingiz sizda misol uchun 18 yil davomida shakllanib kelgan, agar 18 yosh bo'lsangiz, butun umringiz davomida shakllanib kelgan madaniyatga katta udar keladi, udar. Boshqa madaniyat tomonidan atrofingizda hamma boshqacha bo'ladi. Siz o'zingizni xuddi yakkalanib qolgandek his qilasiz. Ana shunaqa bo'lmasligi uchun, mana shu culture shockda masalalarni hal qilish uchun siz hozirdan o'zingiz tayyorlab borishingiz kerak. Misol uchun, tayyorlab borish qanaqa bo'ladi? Tayyorlab borish ularga qo'shilib, masalan, ularda to'g'risi ilmini olish kerak, eng kerakli bo'ladigan ilmini olish kerak. Keyin qolgan madaniyati, ularning bir diniy e'tiqodlari, shunga o'xshash bir narsalarni o'rganib olishlaring kerak emas-da, tushunarlimi? Eng asosiysi bizning jamiyatimizga, O'zbekistonga kerak bo'ladigan ilmni olinglar, qaytinglar, o'sha ilmni qo'llaylar. Tushunarli-a? Buning uchun birinchi o'rinda o'zingiz tayyorlab borishingiz kerak, asosiy maqsadlaringizni. Boya sizlarga 1 soat javraganim sababi shu. Agar yakuniy maqsadingiz aniq bo'lmasa, hayotda yashashdan asosiy maqsadingiz aniq bo'lmasa, siz Amerikaga borsangiz, Yevropaga borsangiz, shokka tushib, tentak bo'lib qolishingiz mumkin. Ularning madaniyatiga qo'shilib ketishingiz mumkin. Meni ustozim shu narsani o'rgatganda menga, nima bo'lgan ustozimda keysida Polshaga ketgan ustozim o'quvchisi, keyin bitta qop-qora negerga uylanaman degan. U musulmon bo'lmagan, neger. Xullas, uydalarga aloqaga chiqqanda dada, aya, negerga uylanyapman, keliningiz neger bo'ladi, xudo xolasa. Shunga bir duo qilingizlar. To'y qilyapman Polshada deb aytgan. Ustozimning ota-onasi shokka tushib qolgan. Boyagi bola sochlarini bunaqa qilib qanaqadir bir nima deydi? Xullas, makaron sochchasiga qilib uzun qilib bir nimalar qilib tashlagan. Xullas, u bola singanda u bola xullas. O'zi maqsad chetda o'qish bo'lgan. Xullas, chetda ilmini olib qaytish bo'lgan bola mutlaqo bir immuniteti, culture shockga tayyor bo'lmaganligi uchun ular madaniyatiga qo'shilib ketganda o'zligidan ayrilib qolgan. Xullas, polshalik kelin. Polshalik kelin. Misolida shu masala bo'ladi culture shockda. Ular madaniyatiga boriladi, ular madaniyatdan so'cha har xil xullas maksimalni O'zbekiston o'zida bir qadriyatlaringizni shakllantirib, bir ma'naviyatingizdagi bo'shliqlarni to'ldirib, keyin borish kerak. Bo'lmasa adashib qolishingiz mumkin. Ular madaniyatiga qo'shilib, ularda to'g'risi hamma balo o'shalardan chiqyapti. Semirish, o'z joniga qasd qilish, yana balo-battarlar. Ular shaxsiy hayoti rasos chiqyapti, o'rnak oladigan odamlar emas ular. Ularni faqat ilmini olish kerak. Tamom. Okay, culture shock masalasi mana shunaqa. Culture shock o'zingizni tayyorlab borishingiz kerak. O'zi sizni nima kutyapti? O'sha kutilayotgan narsalar urilgan paytda siz o'zingizni qanday tutasiz, qanaqa respond qilasiz? Shu narsaga tayyorgarlik ko'rib borish kerak. Shinji viza naqd ekanda akada. Da. Okay. Xullas, polshalik kelin masalasini sizlarga tushuntirib berdim, culture shockda. Endi o'zi qayerda dedik, falasada yashaydik. U bola xullas oson yo'lni tanlagan, ya'ni oila qursam o'sha Polsha fuqarosi bilan davlat pul beradi, uy beradi, mashina beradi, keyin o'sha yerda qop ishlab
$5000-$6000 pul topaman degan tushunchasi bo'lgan u bratanni. Lekin u bratan bu yoqda ota-onasining noroziligi va yana o'zini o'zligidan ayrilib, xullas hayoti izdan chiqib ketganda bu odamni xullas shunaqa bo'lgan. Endi o'shanaqa bo'lishlarini xohlamayman o'quvchilarim, to'g'risi. Chunki sizlar agar bitta narusheniya qilsanglar, to'g'ridan to'g'ri birov qarg'asa, menga kelib turaveradi. Ha, sen o'qitgan ustozni deb qarg'aydi-da. Yoki bo'lmasa sizlar bitta yaxshi ish qilsanglar, sizlarning savoblaring menga kelib turaveradi. O'sha uchun o'quvchilar maksimalniy ustozlarni bir nomiga dog' tushirmaydigan ish qilishlaring kerak. Tushunarlimi? Xullas shu. Va keyin moliyaviy masalalarda nimalarga e'tibor berish kerak? Sizlar maksimal harakat qilinglar. Ketganlaringdan keyin qanaqa imkoniyatlar bo'ladi? O'zi ishlash mumkinmikan o'sha chet mamlakatda? Agar pul kerak bo'lib qolsa, sizga nima qilasiz? Force major holatda hamma narsa bo'lishi mumkin hayotda. Va keyin agar sizga full tuition, ya'ni to'liq kontraktingizni qoplab berib, 100% grant bermasa-da, yashash, yeb xarajatni o'zingiz qoplashingiz kerak bo'lsa, o'shani siz to'la olasizmi? Va yana qanaqa imkoniyatlar beradi? Shunaqa narsalarni ketishdan avval to'liq o'rganib chiqish kerak. Mana bitta o'quvchim bor. O'zi hozir Koreyada o'qiyapti. Top 1000 talik universitet. To'liq grant bergan, faqat kontraktini qoplagan. Lekin butun bir xarajatni qoplamagan. Shu o'quvchim hozir menga aloqaga chiqib aytayapti, ustoz, men Koreyadan ketib, bundan-da kattaroq grant beradigan boshqa davlatda o'qimoqchiman. Nimaga desangiz, Koreyada koreys tilini bilmasam qiynalar ekanman. Men bilmasdan kelgan ekanman koreys tilini. O'sha uchun hozir qiynalyapman. Faqat mardikorchilik qilishga majbur bo'lyapman. Koreys tilini bilgan taqdirimda ham ofisda ishlarga koreyslar o'zini olishyapti. Bizni boshqa millatlarni olishi o'ta qiyin bo'lyapti degan narsani aytishyapti. O'sha uchun sizlar bilan izlanib ko'ring. Polshaga ketmoqchimisiz, Koreyaga ham, Germaniyaga ham o'zini tili qanchalik muhim. Masalan, boya kimdir Germaniya dedi-da, Germaniyaga ketmoqchimisiz, nemis tili обязательно bo'lishi kerak. Agar nemis tilini bilmasangiz, Germaniyaga ketish haqida shuni chetga surib qo'ysangiz ham bo'ladi. Yevropaga ketmoqchi bo'lsangiz, Yevropaning boshqa davlatlari ham bor. Masalan, Italiya. Masalan, Latviya, Litva, Polsha, Estoniya. Mana shunaqa davlatlar bor. Viza chiqishi oson va grant berish ehtimoli kattaroq bo'lgan universitetlar. Aytmoqchi bo'lganim, sizlar hamma imkoniyat ko'rishlaring kerak. Keyin yana bitta narsa, faqatgina 100% grantga tayanib qolmasliklaring kerak. Tushunarlimi? Agar faqatgina 100% grantga tayanib qolsanglar, 100% grant berilmasa, menga o'xshab O'zbekistonda chetda o'qishlaringga majbur bo'lasizlar. Menga 96% grant kelgan. 96%. Men ahmoq nima qilganman? 100 bo'lmasa ketmaydi deb turaverganman. 100 bo'lmasa ketmayman. Yo menga 100, ey inson, men kelib turib tushuntirib beradigan odam bo'lmaganda, menga kallamdan bir urib, Javohir, seni tanimaydigan 5 begona odamlar $150,000 pul berib turibdi. Nahotki $2,000, $3,000 to'lab o'qishga qurum sog'lik qilayotgan bo'lsang, ket shu universitetga deydigan odam bo'lmagan. O'sha uchun faqatgina 100% to'g'ri. Maksimal xarajatni kamaytirishga harakat qilinadi, 100% grant yutishga harakat qilinadi. Lekin o'shanaqa sharoitda ham agar mabodoki xarajatli joyi keladigan bo'lsa, ketish kerak. Chunki borilgandan keyin sizda kattaroq imkoniyatlar bo'lishi mumkin. Yangi tanishlar, networking, part-time joblar bo'lishi mumkin. Xullas, imkoniyatni qilib ketsa bo'lishi ehtimollari bor. O'sha uchun sizlar maksimal harakat qilishlaring kerak. Hamma joyga universitetga hujjat topshirib, eng optimal variantga, qarochi shu ehtimollarda, keyin har xil ehtimollar bo'lishi mumkin. Yana ehtimollar degan ekanman, o'sha ehtimollarni tushuntirib beray. Bitta universitet sizga 100% grant bermasligi mumkin. Bitta universitetda kontrakt arzon bo'lishi mumkin. Bitta universitetda ketishga sizga sharoit bo'lishi mumkin. Bitta universitet Yevropada joylashgan bo'lishi mumkin. Schengen viza degani, qaranglar, eshitib olinglar. Bitta agar Latviyadagi universitetga kiradigan bo'lsanglar, butun Yevropa sizlarga ochiq bo'ladi. Shuni bilet, poyezdda biletlar arzon, 300 ming so'm, 200 ming so'm turadi. 200 ming so'm to'laysizda, deylik, Germaniyadan Fransiyaga o'tasiz yakshanba kuni. Eyfel minorasi tagida maza qilib kofeni ichasizda, keyin Ispaniyaga o'tasiz, Madridga. El Clasiconi tomosha qilasiz. Keyin Italiyaga o'tasiz. Keyin yana Monakoga. Xullas, mana shunaqa qilasizda, butun Yevropani aylanib yuraverasiz. 200-300 ming evaziga. Aytmoqchi bo'lganim, faqatgina grant berish masalasiga emas, u yerdagi imkoniyatlar masalasiga ham qarashlar
kerak, universitetlar tanlash. Plus shu. Bugun tushuntirib bermoqchi bo'lgan narsalarim, guys. Bitta xulosalay. To'xtalib, xulosalashdan oldin tushunarli bo'ldimi? Understood. Qalay bo'ldi? Understood bo'ldimi? Mana shu joyigacha. Hali xulosa olmadim. Shu joyigacha understood bo'ldimi? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ta. O'zim bilan bitta, yana 2 kishi bizda yo'q. Молодец, o'sha 2 kishini tabriklayman. Video darsda agar mehribonchiligim tutib tashlab bergan bo'lsam, tabriklayman. Bir marta omadingiz kelib qolibdi. Keyingi darsdan обязательно qatnashing o'sha 2 kishi. Yes, great. Zo'r bo'ldi, hammasi tushunarli bo'ldi. Teacher, foreign countries-da grant yutsa, viza va boshqa hamma to'lovlar davlat tomonidan ajratilmaydimi? Qaranglar. Mana shu savolga to'xtalaman. Xo'p. Eliot umid degan jamoat, agar sizlar top 300 talik universitetga qabul qilinadigan bo'lsanglar, qancha xarajatlaring qolgan bo'lsa va o'sha Eliotga ham hujjat topshiriladi. Hujjat topshirish qanaqa? Insho yozasizlar, keyin test bo'ladi. Test IQ va tahlil fikrlash qo'yadi test bo'ladi. Testdan o'tsanglar suhbat bo'ladi. Vatanparvarliklaring, O'zbekistonga qaytib kelish niyatlaring bormi? Qaytib kelgandan keyin nima o'zgarishlar qilmoqchisizlar? Mana shu narsalarni tushuntirish bo'yicha 3 ta bosqichdan iborat Eliot umidi bo'ladi. Eliot umididan yutadigan bo'lsanglar, hamma xarajatlaring qoplab beriladi. Haqiqatan ham Davron to'g'ri aytdi. 100% bir so'm davlat sizlarga rasxod qildirmaydi. Hattoki semestr tugashi bilan kelib ketishlaringgacha, biletlaringgacha pul to'lab beradi. Xo'p, to'g'risi bunaqa qiziqarli bo'ladi deb o'ylamagan edim. Oh, thank you. Xullas, shu joygacha tushunarli bo'lgan bo'lsa, hozir bitta xulosalayman. Keyin fikrlaringni so'rayman. Kelishdingmi? Qaranglar, o'quvchijonlar, sizlar bilan bugungi darsimizda butun bir darsda men maksimal harakat qildim. Borini berib dars o'tishga, energiyani sizlarga berishga, o'zimda bor bo'lgan bilimlarni ham berishga, mindset bo'yicha ishladik. Mindsetlaringni to'g'rilab oldik. Vazifalar berdim, yana ham to'g'rilashga va keyin xullas endi ichida yana detalli ishlar qildik. Telefon, Telegramni tozalash ishlari, keyin yo'nalish tanladik. Davlat tanlash bilan bog'liq ishlar tushuntirib berdim. Va keyin universitet tanlash bilan bog'liq. Hayotdagi maqsadlaring, ikigailaring, nega o'z o'rnlaringdan turyapsizlar, nega chetga topshiryapsizlar? Mana shu narsalarni topishga, to'g'ri mindset qo'yishga, Elon Musk akanikidagi bir zo'r rezultatlarni aynan mana shu meni chatda o'tirib kuzatib turgan o'quvchilarim qilishlarini xohlayman. O'shanaqa mindset sizlarga tushuntirib, to'g'rilab o'rnatishga harakat qildim. Mindsetlaringda bloklar bor ekan. O'sha bloklarda, ya'ni to'siqlar, ularni ochishga, yechib olishga harakat qildim. Va keyin ota-ona bilan umuman kommunikatsiyani qanaqa to'g'ri olib borish, universitetlarga hujjat topshirish jarayonida nimalar qilish kerak, nimalar qilmaslik kerak. Hamma narsani ozgina bo'lsa ham, qisqartirib bo'lsa ham maksimum harakat qilib tushuntirib berishga. Bugungi dars qalay bo'ldi? Oh my goodness, anchadan beri bunaqa dars o'tmagandim lekin. Oh my goodness. Guys, fikrlaringni kutyapman. Bugungi dars qanday bo'ldi? Fikrlaringiz, izohlaringizda yozib qoldirsangizlar. Agar feedbacklar bo'lsa, misol uchun qanaqadir kamchiliklarga yo'l qo'ygan bo'lsam, bir tushunmay qolgan joylaringiz bo'lsa yoki bo'lmasa savol so'rab, o'sha savollaringizga address qila olmagan bo'lsam, ya'ni muammolaringizga yechim bera olmagan bo'lsam yoki kutuvlaringiz qanaqadir bo'lgani, o'sha kutuvlaringizga yechim bera olmagan bo'lsam, o'shalarni ayting, ertangi darsda bundan ham yaxshiroq qilishga harakat qilaman. Feedbacklarni aytinglar. Hech qanaqa xijolatsiz, hech qanaqa problemasiz. O'zi dars yoqdimi, qaysi joyi yoqdi? Amazing. Wonderful. Great. Okay. Yonib turgan yuracha. Guys, xullas vazifalarni hammasini bitta qilib tashlab berishga harakat qilaman.
Ya'ni bir boshdan hozir men qarab chiqaman-da, o'zi nima vazifalar bergan ekanman, ro'yxat qilib tashlab beraman. Chalkashib ketmasliklaring uchun, maksimal sizlarga osonroq qilish uchun video chatni sekin yakunlayman. Agar fikrlar bo'lsa, savollar bo'lsa, muammolar bo'lsa, bizga qanaqadir e'tirozlar bo'lsa, iltimos qilaman yozib qoldiringlar yoki bo'lmasa telefon nomerimni berib qo'ydim. Telefon qilib aytinglar. "Ey Johir, yoqmadi darsing, bir tiyinga qimmat ekan" deb aytsanglar ham hech qanaqa xafa bo'lish yo'q. Sizlarga ham darsda shunaqa bir energiyani ushlab turishga o'zi bu narsani bitta men o'zim qila olmasdim to'g'risi. Avvalambor sizlarga kattakon rahmat ishonch bildirganlaring uchun, shunaqa bir zo'r energiyani ushlab turganlaring uchun. Umid qilamanki, keyingi darslarda ham Xudo xohlasa shu energiyani ushlab turamiz. Ertaga sizlar bilan extracurricular, menimcha extracurricular bo'lsa kerak. Hozir bitta qaraydi. Tak. Ertaga Xudo xohlasa sizlar bilan yo insholar yoki extracurricular activitylar, ya'ni maktabdan tashqari qilinadigan volontyorlik ishlari, ularning ahamiyati, shunga o'xshash narsalar. Xullas ertaga ham bitta zo'r energichniy dars o'tib berishga harakat qilaman. Bundan ham zo'rroq o'tishga harakat qilaman. Sizlarga kattakon rahmat ishonch bildirganlaring uchun. Umid qilamanki dars yaxshi bo'ldi, yoqdi sizlarga. Vazifalarni ro'yxat qilib tashlab qo'yaman. Ertaga jonli darsimiz boshlanguncha vazifalarni hammadan kutib qolaman. Hammaga rahmat. Kuchli xohish, qattiq mehnatda davom etamiz. Hammaga omad.